Bo'ldi, ketaman. Xotin, senga gul oldim. iPhone ham hech qanaqa sababsiz. Prosta seni yaxshi ko'rganim uchun. Nimaga odam qo'yni qo'yib bo'lganda kimdaqa yaxshi bo'lib qolarkin-a bular? Uyda issiqqina choy ichamiz, ha? Endi точно ketaman. Qachongacha bu kaltaklik chidashim kerak? Ona, yur o'z qo'llarim bilan ovqat qildim. Birga o'tirib oilaviy yeymiz. Baribir ketaman. Mayli, bugun kech bo'lib qoldi-yu, ertaga ertalab aniq ketaman. Ketishim kerak. Yaxshi dam olding onajonisi. Qo'laman. Tur quqursin eringni. Kerak emas senga bunaqa er. Betayin. Hali bitta uy ham olmagan kvartirada yashaysanlar. Qani tush oldimga ketamiz. Assalomu alaykum onajon. Qayerlarda sang'ib yuribsiz, kuyov? Iskandar bildingizdan uy oldim. Hamma sharoitlar bor ekan, lokatsiyasi ham zo'r ekan. Qizingizni olib ketyapsizmi? Nega olib ketar ekanman, voy? Uborga qilayotgan ekan. Qarashga keldim, hozir kirib keldim. Oy, nimaga mana shu shivaqliroq qilishmaydi? Qo'yver, adiyam shunaqa edilar. O'zi erkalagancha ketaman desa yaxshi bo'lib qolishadi. Satu uy olibsizlar. Qani, yaxshi gapir. Voy, kuyov shu ani. Ketsa ketar. Ketaman der ketsa ketar.